Feruza Normatovdan muhim va shoshilinch xabar. Azizlar, videoroligimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroligimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Aniqli o'zbek aktrisasi Feruza Normatova turmush o'rtog'idan olgan kutilmagan ammo juda samimiy sovg'a haqida o'z sahifasida video orqali bo'lishdi. Unga ko'ra, bir kuni boshida og'riq sezgan aktrisa bu holatni eriga aytganida, u sababini so'ragan. Feruza Normatovaning aytishicha, bosh og'rig'ining sababi sochlarining yaxshi quritmagani bo'lgan. Buni eshitgan turmush o'rtog'i unga mashhur Tucson brendidagi soch quritgichni sovg'a qilgan. Videoda aktrisaning bu hadyaga juda mamnun bo'lgani, yuzida tabassum va minnatdorlik ifodasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Post ostiga esa Feruza Normatova quyidagi izohlarni qoldirgan. Biz ayollar erimizni rozi qilish haqida o'ylaymiz. Aslida biz ham erimizdan rozi bo'lib, ularni duo qilishimiz kerak. Shunda baraka bo'ladi inshaalloh. Muhabbat yakkalik bilan emas, ikki tomon harakati bilan mustahkamlanadi. Ayolni erkalatib siylagan erkaklardan Rabbim rozi bo'lsin, deydi u.